Bir xillarda uyg'onishim bilan yuzimda ko'z yoshlarimni sezaman. Men hech qanaqasiga o'sha tushimni eslolmayman. Bor tuyg'u xuddi men biror narsani yo'qotib qo'yganimda va bu tuyg'u meni tark etmayapti. Men har doim nimadir yoki kimdirni qidiraman. Bu tuyg'u menda anchadan beri. Menimcha o'sha kunda osmondan yulduzlar yog'gan kuni shunaqa ediki, xuddi tushimda bo'lib qolganimda va atrofimda betakror manzara. Sani isming Ani Bulatova taqdim etadi. 世界の端っこまで消えることなく届いたりしたらいいのにな。そしたらね、二人でどんな言葉を花と消えることない約束お二人でせーのでいよう。出発点終点とこの命果てる場所に何かがあるっていつも言い張っていた。いつか行こうぜ生命も身と磨いたくの感情にハイタッチして時間にキスを5次元にからかわれてそれでも君を見るよ。また初めましてTaki. Sen meni eslamayapsanmi? Meni ismim Mitsuha. Opa, nima qilyapsiz? Ular xuddi haqiqiyga o'xshagan. Nima? Opachi dedingmi? Hali ham uyqusiryapsizmi? Nonushtaga. Tezda. Nima? Buvijon, kechagi ovqatlarni yeysizmi? Yo'q, rahmat, o'zing yeb qo'yaver. Xayrli tong. Opachi, namuncha qolib ketdingiz? Ertaga o'zim nonushta tayyorlayman. Ko'proq qilmaydimi? Hamma aylish yo'q. Bugun sen yana o'z holingdamisan? Kecha siz o'zingizni g'alati tutdingiz. Nima haqida gapiryapsizlar? Bizani eshitib turgan hammaga xayrli tong. Itamori shahrining hokimiyati
xabar beradi. Keyingi oyni 20-sanasida yangi merni tanlovi o'tadi. Shuning uchun bunga bog'liq komissiya bir oydan keyin yerimizni oldidan meteorit uchib ketadi. U har 1200 yilda qaytib keladigan kometa. Mana shu sanoqli kunlarda bemalol teleskopsiz uni ko'ra olasiz. Buvijon, bilan yarashib oling. Kattalanishiga aralashma. Aerokosmos nazorati mana shu tarixiy kunga izoh berib nazorat qilishmoqchi. Biza ketdi. それでおばあちゃんたちなお米屋さんのお兄ちゃん Yaxshi o'qing. Mitsuha. Xayrli tong, Sayaka, Tessi. Xayrli tong. Qani tush? Nimaga qizg'anchiq? Sen og'irsan. Qo'pol. Sizlar juda ham bir-biringizga yarashasizlar. Hech qanaqa. Mitsuha, sana soch turmaklaring bugun chiroyli ekan. Nima? Aytgancha. Vujoning sendan shaytonlar haydavardimi? Shaytonlarni? Xuddi seni ichingga kirib olganda edi. Shaytonlar haqida bo'lmagan gaplarni gapirishni bas qil. U menimcha ozgincha charchagan edi. To'g'rimi? Nima? Nima haqida gapiryapsizlar? Esingda yo'qmi? Va eng muhimi, shahrimizni moliyaviy darajasini tiklash. Va shu orqali biz sekin-sekin shahrimizni ko'taramiz. Faqatgina shu yo'l bilan qattiq va juda kuchli birlashmani tashkil qila olamiz. Hozir men sizlarni mayrilar ekanman. Uni bir-biriga ham optashashadi. Men eshitishimcha, u poraxo'r ekan. Salom, Yamizu. Xayrli tong. Demi Marri qizi uni quruvchisini o'g'lisi bilan do'st ekanda. Men sizlardan iltimos qilaman, menga ruxsat bering. Bizni shahrimizni qaytadan tiklashga. Mitsuha! Qaddingni ko'tar. O'zini qizi bilan qattiq qo'l ekan. Hayratdaman. Sharmanda. Yaxshi ham Marri qizi emaskanman. Mitsuha. Hammani oldida-ya. Kimsan? Tasokare degani kimsan degani. Mana shu so'zdan tasokare doki kelib chiqqan. Tong otishi. Ertalab emas, kechqurun emas. Dunyoyimizda shu payt xiralashadi va oldin ko'rmagan narsalaringizni ko'rishingiz mumkin. Eski gaplardan kareta sodoki degan gapimiz bor. Va kavatare doki. Menda savolim bor. Katavare doki emasmidi? Katavare doki? Menimcha bu shu joyning shevasi. Men eshitishimcha Itamoridagi chollar hali ham klassik yapon tilida gaplashgan. Kimsan? Endi bizda qishloqda. Yaxshi, endi Mitsuha. Labey. Ha, bugun demaysan isming esingda ekanda. Nima bo'lgani esingda yo'qmi? Kecha sen o'zing o'tiradigan joyini va shkafchingni esingdan chiqarib qo'yding. Soch turmagin dabdala edi va qizil lentasiz kelding. Nima? Bo'lishi mumkin emas, rostdanmi? Sen rostdan ham esingdan chiqarib qo'yganga o'xshaysan. Oxirgi payt o'zimni shunaqa his qilmanki, xuddi g'alati tushdaman-da. U tushda men boshqa odamning hayotida edim. Aniqrog'ini eslolmayman. Men bilaman. Bu seni o'tmish hayoting yoki seni ruhing multidunyo Everettiki bilan bog'lanib ketgan. Aralashma. Tessi, sen meni daftarimga yozib qo'ydingmi? Nima? Yo'q, shpola. Ha? Mitsuha, lekin sen kecha o'zingni juda ham g'alati tutding. Sen hech qilib kasal bo'lib qolmadingmi? G'alati. Men o'zim yaxshi his etaman. Balkim hayajon bosimidir. Axir yaqinda urf-odatlarimiz kuni boshlanadi. Iltimos, eslatma. Yomon ko'raman bu shaharni. Bu yerda hamma bir-birini taniydi. Tezroq o'qishni tugatib Tokioga ketsam-da. Men seni tushunaman.
Bu yerda rostdan ham zerikib bo'lasan. この街 Poyezdda 2 soatda bir marta yuradi. Do'kon soat 9 da yopiladi. Kitoblar yo'q, tish doktori ham yo'q. Lekin barlar nimagadir ikkita. Ish yo'q, kuyovlar ham yo'q. Va juda erta qorong'i tushadi. Qani basqillaring? Aytmoqchi edim, balkim kafega bordirmiz. Rostdanmi? Kafe? Kafe ochildimi? Shalom. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ishimi kafein. Sen bilarding shaharimizda kafe yo'qligini. Mitsuhu uyga ketdi. Unga hozir menimcha juda ham qiyindir-da. Endi hammani nigohi unda bo'lgandan keyin. Ha. Etchi, Tessi. Maktab tugatishing bilan nima qilmoqchisan? Nima? Sen kelajakka intilishlarimizni so'raysanmi? Unaqa qiziq emas. Endi aholiga o'xshab bizning shahrimizda yashayveraman. Men ham to'qish o'rganmoqchiman. Sen hali tayyormassan, Yotsuha. Ipni tovushni eshitishga harakat qil. Agar ko'p to'qising, vohli yoki Keytsan bilan ipni orasida rishta uyg'onadi. Iplar gaplashmaydi. Ular aytmoqchilarki, xayolingni bir joyga jamla. Bizning iplarimizda Itamorining ming yillik tarixi tikilgan. Eshitinglar. 200 yil oldin mana yana boshlandi. Oyoq kiyim sozlovchi Mayogoruni uyi yonib ketdi. Uy yo'lavi hamma joyga tarqalib yondi. Ibodatxona ham yonib ketdi va unga qo'shib tarixiy yozuvlar va bunga nom qo'yishdi. Buyuk Mayogoro yong'ini. Nima? Yong'inni uni nomi bilan adashdimi? Bechora Mayogoro. Shuning uchun ham bizning bayramlarimizning ma'nosi unutilgan. Faqatgina an'analarimiz qolgan. Lekin ma'nosi unutilgan bo'lsa ham an'analar unutilmash kerak. Mana shu juda ham muhim topshirig'i bizga ishonishgan. Miyamidzu ibodatxonasini asrovchilarga. Lekin mana ahmoq kuyovam ibodatxonani tashlab, hatto oilasini ham tashlab, siyosatga berilib ketgan. Yana o'zgincha ish, birodar. Men yana sana yordamingga muhtojman. Xavotirlanma. Kadiori va Sakagami tumanlarining ovozi saniki bo'ladi. Qizing bilan qali, hammasi qiyin eslatma. Poraxo'rlikni hidi kelyapti. Aqlsiz gaplarni gapirma. Hay, bizga yana Issiqsakaydan obke. Xo'p. Katsuhiko, yakshanba kuni qurilish ishlariga chiqasan. Portlash uskunasi bilan o'rganasan ishlashni. Eshitmayman. Xo'p. Biz ikkalamiz yaqin. To'g'rimi? Bu Yotsuhami? Juda katta bo'lib ketibdi. Ikkala qiz ham xuddi onasidek juda ham go'zal. Salom. Salom.